Sitora Farmon va turmush o'rtog'i va kundoshi haqidagi barcha mish-mishlarga oydinlik kiritdi. Aktrisa Sitora Farmon va Milliy telekanalining Ayol qalbi ko'rsatuviga bergan intervyusida shov-shuvli to'yi hamda turmush o'rtog'ini ommaga ko'rsatmaganligiga nima sabab bo'lgani haqida gapirdi. Shu paytgacha turmush qurgan san'at vakillarining xoh u ayol bo'lsin, xoh erkak umr yo'ldoshini ijtimoiy tarmoqlarda nimalar deb muhokama qilishyapti. Men turmush o'rtog'imni shunaqa hurmat qilaman. U inson meni baxtli qilyapti. Men kaftimda ko'tarib yuribdi. Meni turli fisq-fasodlar, shou-biznes olam vakili bo'lishimga qaramay, o'zligimni sevib ardoqlagan insonni xeyterlarga xafa qildirib qo'ygim kelmadi. Shuning uchun ularni ommaga ko'rsatmadim. Boshida ularga aytdim, ijtimoiy tarmoqlarga qiz bazmimni qo'yaman, lekin to'yimizni qo'ymayman dedim. Ular menga xohishingiz dedilar. Nikoh to'yim Dubayda judayam chiroyli tarzda o'tkazildi. Turmush o'rtog'im 5 yoshligida ular oilaviy Dubayga ko'chib ketishgan. Asosan u yerda yashashadi. Qarindosh aka-uka, opa-singillar hammasi u yoqda. Shuning uchun ham to'yimiz aynan shu shaharda o'tkazildi. To'yim xuddi o'zim xohlagandek suv bo'yida orzuyimdagi dekoratsiyalar bilan bezatilgan holda o'tkazildi. Ammo kelin salom va boshqa urf-odatlarimizni o'z vatanimda o'tkazishni xohladim. Buning gashti boshqacha bo'ladi deydi. Men hali hamon oilam bilan bog'liq muammolarni oshkor etishni istamayman. Ertaga nasib etsa farzandli bo'lsam buni ham ommadan sir tutaman. Chunki oila muqaddas va u yerdagi sirlar faqat insonning o'zigagina tegishli. Oilamni ommaga hech qachon ko'rsatmayman. Chunki men baxtli yashashni maqsad qilganman. Ko'z-ko'z qilishni emas. Ko'z nazar degan narsalar bor. Nima bilan maqtansangiz o'sha narsangizdan ayrilasiz. Men oila degan muqaddas dargohga bir umr yashayman deb qadam qo'yganman. Ular bilan oilaviy do'st bo'lganmiz. Salom-aligimiz bo'lgan, lekin u qadar yaqin munosabatda bo'lmaganmiz. Sevishib yurish umuman bo'lmagan. Ular meni zimdan kuzatib yurgan ekanlar. Menga ilk gapirgan gaplari sizni aslingizni, qalbingizni sevdim, tashqi ko'rinishingizni emas dedilar. Ular sevgi izhor qilmaganlar. Biz chet elda edik. Ular yonimga kelib qahva ichaylik dedilar. Restoranga kirsam hamma yoq chiroyli qilib bezatilgan ekan. Balki restoranning dekori shundaydir deb o'yladim. Ular kutilmaganda menga turmushga chiqasanmi deb so'radilar. Umuman kutmagan bo'lsam ham men rozilik bildirdim. Chunki ularning qalblari go'zal inson ekanliklarini bilardim. Keyin otamdan mening qo'limni so'radilar. Otam esa mendan qo'rqqanlar. Qizim yo'q deb qolsa-chi deb o'ylaganlar. Keyin bular qizingizni rozi qildim deganlaridan so'ng rozilik bildirganman. Shu bilan to'y muhokamasi boshlandi. To'y 12 noyabrda degan qaror qabul qilindi. Aktrisa turmush o'rtog'ining sohasi unikidan tubdan farq qilishi haqida ham to'xtalib o'tdi. Sohalari menikidan tubdan farq qiladi. Taniqli inson emaslar. Hozirda Toshkentda yashayapmiz. Men butun umr ota-onam bilan yashab o'rganib qolgan ekanman. Bir kunda 20 marta qo'ng'iroqlashamiz otam bilan deydi aktrisa. Biz bilan qoling va kanalimizni kuzatib boring.